Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, yana bir fayzli xonadonimizda tunuka fondan patologiyalarni qilib beryapmiz. Bu videomizni yangi o'rganayotgan ustalarimizga va xonadon egalariga qanday qatirilishi qiziq bo'lsa, sizlar uchun bitta video tayyorladik. Bitta ko'rib baho berasizlar. Xudo xohlasa sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, videoni boshidan bitta like bosib qo'yasizlar. Kanalimizda yangi bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar uchun mana shunaqangi manfaatli bo'lgan videolar kanalimizga joylab boramiz. Xo'p do'stlar, bu obyektimizda dorozaxonasiga yashiy fasonda alkafon stilda patologiyalarni qilib berilyapti. Xo'p, rasmlarni qo'yib boraman. Rasmlardaqa chiqarib beramiz xudo xohlasa. Shapkasini ko'rishinglar mumkin. Shapkasiga 90 gradusli qoshli karnizli fasonimizdan qilib berilyapti. Xo'p, sizlarga birinchi o'rinda qoshli fasonimizni tushuntirib o'taman. Qoshli fasonimizda qatirilish jarayoni mana shunaqangi holatda bo'ladi. Qoshimizni birinchi tarnov tagiga oldi tomonni kirgizib olib turib, pastki tomondan qatiriladi mana shu joyidan. Endi bu karnizimizni 90 gradusligimizni qoshni tag qismidan. Qoshimizni sizlarga hozir yaqindan ko'rsatib o'taman. Qoshimiz mana bu yerda pastroq joyda qilingani bor. Xo'p, qoshimizni ko'rishinglar mumkin. Mana shunaqa holatda bo'ladi. Oldi tomonni tarnov tagiga kirgiziladi. Bu tomoni mana shu tilidan qatiriladi. Mana shu tilidan qatiriladida, oldi mana bu 90 gradusligimizni esa mana bu joyidan ichkari tomondan bunga qadab turib qatirib qo'ysanglar bo'ladi. Endi joyiz 120 cm gacha bo'lgan bo'lsa, 120 cm gacha bo'lgan bo'lsa, mana shunaqa holatda orqa tomoniga bir qator, old tomoniga bir qator reka tortsanglar yetadi. Endi 120 dan yuqori bo'lsa, 3-qator to'qishinglar tavsiya beraman. Chunki mana bunaqangi listimizda, mana bu qovurg'asida 120 cm gacha hech qanaqa valna bermaydi. 120 cm dan keyin valna berish ehtimoli bo'ladi. Chunki vesini hisobiga bu o'zini o'zi bemalol ko'taradi. Oshiqcha to'qib qo'yadigan bo'lsangiz, bunga valna tushib qolishi ehtimoli ko'payadi. Xo'p, shuni hisobiga keragini to'qinglar. Xudo xohlasa go'zal bo'ladi. Endi dorozaxonani sizlarga ozgincha tushuntirib o'taman. Dorozaxonamizda mana bu profillarga e'tibor berasizlar. Mana bu profillarni birinchi to'qib olinadi. Ramkasi chiqarib olinadi. Devordan 7 cm qochiriladi-da. 7 cm. Hozir sizlarga yana yaqinroq qilib ko'rsataman. Devordan 7 cm qochirib qatirasizlar. Bunga karniz yopib ketadi samarezlarni. Assalomu alaykum. 7 cm qochirib ochilgan joyini, mana shu joyini karniz yopib ketadi. Endi 7 cm dan keyingi profilimiz o'rtada yashiyda razmeri chiqariladi, 57 bo'ladi. Undan keyingi profilimizni liniyasi tortib olinadi. Mana shu ikkita profilimiz tortib olinadi. Hozir sizlarga shu profillarimizni ham yaqindan ko'rsatib berishlikka harakat qilaman. Bu profillarimiz xo'p. Bu yerda tayyor holati bor ekan. Mana shunaqa holatda tayyor bo'ladi. Bu profilimiz bu tomondagi ikkinchi profilimiz bo'ladi. Mana shu profilimiz bunisi bo'ladi. Endi mana bu karniz tomondagisi esa mana bu karniz tomonda mana bu tili kerak bo'lmaydi. Mana shu tilini kichikroq qilib qo'yiladi. 2 cm qilib ko'rishinglar mumkin. Mana shu holatda bo'ladi. Karnizimizni bu tomonda shunday qo'yiladi, yopib ketadi mana bu samarezlarimizni chiroyli qilib. Endi bundagi oralig'imizni mana bu yashiy fasonimizni razmerini chiqarib olib turib, bu yoqda to'qib qo'yilsa bo'laveradi. Joyizga qarab turib, o'zingiz bo'lib olsangiz bo'laveradi bu joyda. Endi o'rtasiga polosatli qilinadi. Poloskolariga unaqangi ko'p karkas to'qilmaydi. Shaxmatlarimizga bir qarich to'qiladi. Bularga reka ozroq ketadi do'stlar. Joyiz mana shunaqangi beton bo'ladigan bo'lsa, podestka bilan ishlasanglar, ishinglar mahkamroq bo'ladi. Undan keyingi mana bu patnis qismini tekis qilib qatirib olganlardan keyin mana bu yerda mana bu qoshimiz bo'ladi. Mana shu qosh
kelib bunga qadaladi, bu tomoni patnisga qadaladi. Xudo xohlasa bu obyektimizni bitgandan keyin to'liq sizlarga ko'rsatib, tushuntirib o'tiladi. Xudo xohlasa yanada qiziqarliroq qilib, sizlarga manfaatli bo'ladigan qilib, qo'limizdan kelgancha tushuntirib o'tishlikka harakat qilamiz. Kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Videolarimizga albatta like bosib turinglar. Xudo xohlasa biz mana shu likelardan motivatsiya olib, sizlarga ish jarayonlarimizni ko'rsatib, hammasini ochiq-oydin o'rgatib, ko'rsatib berib ketilaveradi. Kommentariyada yozib o'tinglar. Qaytlari sizlarga qiziq bo'ladigan bo'lsa, albatta fikringizni yozib qoldirsanglar, shunga qarab turib biz videolar tayyorlashlikka, xato kamchiligimiz bo'lsa, xato kamchiliklarimizni to'g'rilashlikka harakat qilamiz, xudo xohlasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Usta Arslonbek bo'ldi.